Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hürmetli qarindoshlar, bugun sizlarga eng ulgulik muhabbet qissasini hikoya qilib beramiz. Bir kuni Madina Munawwara shahrida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uyda edi. Sirtdan kirsam bo'lamdi, uyda odam bormi degan yiqimliq bir ovozning kelishi bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'ltirgan yeridan turib ketdi. Chiroyida xushalliqning, baxt saodatning jilvilari ko'rinishga boshlaydi. Biroz turib olgandan keyin kirsangiz bo'ldi, albatta kiring deydi. Mehmonni nihoyat qizg'in qarshi oladi. Bu mehmon Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin onundan 12 yıl burun Mekke Mukarreme şehride müşriklerninki muhasirasida, yani embargosida, açlık, yoksulluk, şunda bir qiyinchilik davrida olamdan o'tgan eng vafodor, eng suyumlik, eng fidokor ayoli, yani anamiz Hazreti Hadice radıyallahu anh'ın singlisi Hale binti Huwaylid idi. Huwaylid radıyallahu anh'ın ovozi, mingishlari, gap qilishlari xuddi aşı hadisga o'xshashlar shunda o'xshab ketadi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning ovozini anglash bilan Hadice radıyallahu anh'ın ovozini anglagandek bo'lib, shuncha xushallanib ketadi. Ya'ni xuddi Hadice radıyallahu anha kelgandek yoki Hadice radıyallahu anhaning zamoniga qaytgandek shunday bir xushalliq ichida bo'ladi-da. Hala radıyallahu anha uyga kirgandan keyin uni nihoyatda bak ikrom, izzat qilib o'tirg'izib, uni uzun suhbatlashadi. Hadice radıyallahu anhaning fazilatlari, boshdan kechirganliklari, ashuna hammasini so'zlashidi, uzun so'zlashidi. Uningdan uni hürmetini qilib, izzat ikromlar bilan uzutib qo'ydi. Zaten Peygamber sallallohu alayhi vasallam qanday chaqda qo'y so'ysa yoki qurbonlik qilsa, ashuning go'shtini bir qancha bilakka bo'lib, Hadice radhiyallohu anhaning do'stlariga, Hadice radhiyallohu anhani yaxshi ko'radigan kishilarga va uning tuqqanlariga endi taqtinglar deb buyurdi. Hamisha Hadice radhiyallohu anhaning fazilatlarini so'zlab beradi. Mekke Mukarreme shahri fatih qilingan kunida Mekke'deki Müslümanlardan nurgun kişiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hal soğulu kildi. Küreşkili kildi. Uzun zamandan bir kürüşelmeyenler ahval soraşkili kildi. Aşta kildi Allah'ın ki ayağı üzülmey turdu şu günü. Şu arada bir mumay kildi. Nait kırıp ketken bir mumay kilip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen uzun sohbetleşip oturdu. Resulullah'ımı aşu zirikmey, aşının olan sohbetleşip uzun oturdu. Ayşe radıyallahu anha uzaktan olanı küzüttü demdi. Ayşe radıyallahu anha onu tanımaydı. Kimlikini bilmeydi. Şunun o mumayını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzutup koygandan keyin Ayşe radıyallahu anha yanına gelip bu kimde deydi. Hadice radıyallahu anhanın dostuydu. Biz aşı Hadice'ninki fazilatlarini, şunu olan ötken küllerimizni eslep şu paranlaşıp oltadık deydi Resulullah. Degandeki Ayşe radıyallahu anhanın biraz kündeşliki kelip hazır mı aşı tuproqqa aylanıp ketken şu qeri xotunning gapini qilib o'ltiramlar. Sizlarga Allah onun yaxshini berdi-ku deydi. Şu çağda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan dastur bermedi, onun yaxshini bermedi. O shundoq bir ayoldiki boshqalar meni inkor qilgan chaqda birinchi bo'lib menga iymon etgan. Boshqalar menga hech nima bermagan chaqda o butun mol mulkini mening uchun atgan. Boshqalar meni inkor qilgan chaqda o meni qo'g'digan. Shundoq vafodor ayoldi o. Undoq yaxshisini menga Alloh bermadi dedi. Amaliyotda Hadice radıyallahu anha
Qurayshning ichidagi eng nasablik, eng obro'yliq bir oiladan bo'lib, boy ayoldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hayotida dastlabda qo'yib oqqan, keyin Xadija roziyallohu anhaning tijorat karvoniga qatnashib, ashular bilan Shamga berib kelgan bo'lgan. Keyin Xadija roziyallohu anha tijorat ishlarini Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga o'tkazib bergan. Shuniga o'tkazib, topshirgan shuningga. Ya'ni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lishdan burungi vaqtlar. Keyincha Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdagi ishonch va go'zal axloq, durustlik, mushuni ko'rgandan keyin Xadija roziyallohu anha o'zining uningga yotliq bo'lish talabini qo'ydi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning bilan nikohlanadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 40 yoshga kirgandan keyin uningga vahiy keldi. Vahiy kelib, vahiyni aytdi, qo'rqib ketdi hamda to'satdan hamda Jibril kelib uningga o'qigan deb gelni bo'g'ab, ya'ni o'qigan deb mushtaq qilgandan keyin kelib meni yo'gab qo'yang deydi. Xadija anhaga yo'gab qo'ygandan keyin birdan yo'ginib uningdan keyin biroz bir qo'rqinchisi ketgandan keyin o'rnidan turib ahvolni deb birdi, meni mushunda bo'ldi degandan keyin Xadija anha siz yaxshi odamsiz, yo'qsullarni yo'qlaysiz, yetimlarning beshini silaysiz, mehmonni hurmatlaysiz, ojizlarga yordam qilasiz. Alloh sizni hargiz xor qilmaydi. Siz yaxshi odamsiz. Bu yaxshilikning ishorati bo'lishi mumkin deb tag'isi Nawfal, Varaqa ibn Nawfal degan odamning qishqa olib burdi. U kishi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning payg'ambar bo'lganligini, ammo shu chaqda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib da'vat qilishga boshlagan chaqda qavmining uni yurtidan chiqirayotganligini, shu chaqda agar o'zi hayot bo'lsa yordam qilishni orzu qilganligini aytdi. Shu voqea shunda o'tdi hamda. Demak, Xadija roziyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga vahiy kelgandan keyin butun boyligini islom yo'liga, da'vat yo'liga xaylaydi. Musulmonlar, ojiz urug' musulmonlarningki turmushini qamdash, kishilarni chaqirib, uylariga mehmon qilib chaqirib islomni da'vat qilish deganga o'xshash shu islomiy ishlarga ishlatib tugitdi boyligini. Xadija roziyallohu anha shuncha jabr tortdi, shuncha fidokorlik ko'rsatdi, islomni birinchi bo'lib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilbilla taqtidi, ammo hech qanday bir rohat ko'rmay, jafo mushaqqat bilan islomning fathlarini ko'rmay, jafo mushaqqat bilan shu Makkadagi 3 yillik embargoda aşağıda olamdan o'tdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu ishlarning hammani bilganligi uchun Xadija anhaga nihoyat cho'nqur bir muhabbat bog'laydi va shu cho'nqur muhabbatidan hamisha shuni eslab turdi. Haqqida duo qildi. Hatto Xadija roziyallohu anhaning tuqqanlari, tonishlari, do'stlari shularni shunda hurmatlaydi, shular shunda yaxshilik qildi. Bu hamda zamonimizdagi har bir musulmon uchun bir vafodorlikning ulgusi. Alloh taolo hammalarni shunda vafodorlik qilish xislatiga ega qilg'ay. Amin.